Assalomu alaykum. O'tgan darsda biz foydalanuvchilarni yaratish yoki bizda mavjud bo'lgan Active Directory foydalanuvchilarini o'zimizni bazaga, ya'ni Keryoni bazasiga qanday qilib biriktirishni ko'rib o'tdik. Ushbu darsimizda endi biz o'sha foydalanuvchilar uchun qanaqadir pravilalar, qoidalarni kiritishni boshlaymiz. Bu bizda Keryo kontrol bor. Administrator kompyuteridan kirgan holatda Keryo kontrolga bog'lanamiz. Shu o'zimizga ma'lum bo'lgan Keryo lokal adresiga login emas, bizga admin kerak. Admin. Tak, admin salom chekka bor. Keryo kontrol kirdik. Biz o'tgan darsda foydalanuvchilarni yaratgan edik. Va bundan tashqari domen foydalanuvchilarini ham bog'lagan edik. Mana administrator, bakalavr, master degan foydalanuvchilarimiz bor edi. Endi mana shu foydalanuvchilar uchun biz qandaydir qoidalarni yaratamiz. Birinchi holatda, misol uchun, private trafikka mana e'tibor beradigan bo'lsak, qoidalarimizda internet access, ya'ni доверенный локальный resursi deb turibdi. Keyingisi gostiy interface, klient VPN, ya'ni bu degani ixtiyoriy foydalanuvchida hozir internetga dostуп bor, ya'ni ruxsati bor. Haqiqatni ochib ko'radigan bo'lsak, mana xodim yoki talaba kompyuterini ochib ko'radigan bo'lsak, uchun UFF o'z saytini o'sha saytga kiradigan bo'lsak, mana sayt ochib turibdi. Yoki command strike orqali kiradigan bo'lsak, ping, ya'ni tashqariga ping berib qo'ysak, 4.8 minus t, ya'ni tashqariga internetga do'st bor, ping ketib turibdi. Endi nima qilamiz? Po umolchaniy holatda umuman avtorizatsiyadan o'tmagan foydalanuvchilarga internetni cheklab qo'yamiz. Buning uchun nima qilamiz? Administrator kompyuteri yordamida, bizda administrator kompyuteri bor. Tak. Mana administrator kompyuterida mana shu yerda e'tibor beramiz. Tak, mana bu internet access, ya'ni NAT yozilgan. Mana shu joyda istochnik degan bo'lim bor. E'tibor beramiz. Mana shu yerda mishkani chap knopkasini 2 marta bosamiz. Mana 2 marta bosamiz. Mana shu yerdan demak olib tashlaymiz доверенный локальный interfeysi va gostiy interfeyslarni hammasini olib tashlaymiz. Okay. Применить. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, mana talabani kompyuterida mana internet uzildi, ya'ni yo'q. Bu chunki avtorizatsiyadan o'tmagandi hali. Keryo bo'yicha. Endi nima qilamiz? Yana istochnikka kirib, klient VPN turaversin mayli. Mana ixtiyoriy autentifikatsiyadan o'tgan foydalanuvchiga internetga ruxsat beramiz. Mana применить. Mana. Okay. Bo'ldi. E'tibor beramiz, hozir qaysi foydalanuvchilar bor? DHCP Active Hostlar turibdi mana. Ular ulangan, lekin hali avtorizatsiyadan o'tmagan. Avtorizatsiyadan o'tgan faqat mana bitta parol, ya'ni administrator kompyuteri bor. E'tibor beradigan bo'lsak, bu parol o'tgan darsimizda yodingizda bo'lsa, bu MAC adres bo'yicha biriktirib qo'yilgandi. Mana bitta lokalniy baza данных. Parolni ko'radigan bo'lsak, bu MAC adresi bo'yicha mana biriktirib qo'yilgandi. Ya'ni kompyuter demak ishga tushgandan, Keryoga murojaat qilgandan bu avtomatik ravishda demak MAC adresi bo'yicha avtorizatsiyadan o'tadi. Qolgan foydalanuvchilar hozir avtorizatsiyadan o'tmadi. Misol uchun o'sha mana bu talaba kompyuteri. Buning uchun nima qilamiz? Endi avtorizatsiyadan o'tish uchun
Avtorizatsiyadan o'tishdan oldin e'tibor beradigan bo'lsak, mana komanda strokada ping yo'q, tashqariga ping yo'q. Biza Kerio-ga kiramiz, lokal IP orqali. Tak, Kerio lokal. Bizda foydalanuvchi bor edi. Misol uchun, talaba degan foydalanuvchi bor edi. Uni paroli talaba 123. Mana avtorizatsiyadan o'tdik. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, mana ping ketishni boshladi. Endi Kerio'dan kirib ko'radigan bo'lsak, Kerio'da adminskiy qismidan kirib ko'radigan bo'lsak, tak, adminskiy qismini ko'ramiz hozir. Bu demak talabani yopib turamiz. Mana e'tibor beramiz, talaba PC kompyuterdan talaba foydalanuvchisi kirdi. Вот, mana ko'rishingiz mumkin. Endi mana aktivniy hostdan ko'rishingiz mumkin. Bu narsani yana chiqarib yuboradigan bo'lsak, mana выход пользователя adminskiy qismdan majburlab chiqarib yuboradigan bo'lsak, bu yerda yana internet hozir o'chadi. Mana request timeout. Hozir turibdi, lekin mana boshqatdan kiramiz. Talaba 123. Demak, mana avtorizatsiyadan o'tdik, yana qaytib, mana internet ishlashni boshladi. Xuddi shu tariqa, misol uchun mana xodimni kompyuteridan ham kiradigan bo'lsak, https kerio.local. Mana Kerio. Bunda ham hozir kirishdan oldin, avtorizatsiyadan o'tishdan oldin e'tibor beramiz. Internetga chiqish bormi yoki yo'q. Demak, dostup yo'q. Shuni бесконечный berib qo'yamiz. Tak. Request timeout, murojaat yo'q. Advanced bo'limiga o'tib, tak, avtorizatsiyadan o'tamiz. Bizda qanaqa foydalanuvchilar bor edi? Buning uchun mana adminskiy qismidan ko'radigan bo'lsak, tak. Pользователи, tak, bizda kimlar bordi? Akbar Hayitov. Misol uchun Akbar Hayitov bor ekan. O'sha foydalanuvchi nomi bilan kiramiz. Hayitov. Mana paroli, ishonasam salom 123 edi. Mana avtorizatsiyadan o'tdik. Endi buni naqasini ko'radigan bo'lsak, mana bunda ham internet ishladi. Mana e'tibor beramiz. Mana qaysi foydalanuvchilar avtorizatsiyadan o'tdi. Mana talaba PC dan talaba kirgan. Karol, demak, avtomatik ravishda MAC adresi bo'yicha avtorizatsiyadan o'tgan. Keyingisi Akbar Hayitov. Mana уже avtorizatsiyadan o'tdi va unda ham internetga dostup bor. Va e'tibor beradigan bo'lsak, время входа, ya'ni o'sha sistemaga kirish vaqti qachon? 2018-yil 19-dekabr soat, misol uchun 15:05 turibdi. Demak, bu yerda sistemani Kerioni vaqti noto'g'ri qo'yilgan ekan. Mayli. Mana shu yerda demak o'sha sistema bo'yicha qachon kirganligi bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Вот. Вот, mana shunaqa qilib, demak, dastlabki huquqni beramiz. Biz demak mana shu tarmoqda, lokal tarmoqda ularga ixtiyoriy kompyuterga shunaqa huquq berdikki, avtorizatsiyadan o'tmasi, ya'ni o'sha Kerio'ga kirib avtorizatsiyadan o'tmasi hech qaysi bir kompyuterda demak internetga dostup bo'lmaydi. Mana shu huquqni ko'rdik. Bu demak oddiy bitta pravila edi. Mana shu dastlabki pravila edi. Mana shu pravilani ko'rib o'tdik. Endi bu pravilada ko'pgina turdosh pravilalarni yozish mumkin. Demak, ushbu darsimizda ma'lum bir foydalanuvchilar uchun qanaqadir qoidalar yaratishni dastlabki misolini ko'rdik. Keyingi darslarimizda определенный ma'lum bir pravilalarni ko'rib o'tamiz.